Salom, sizlar bilan Asilbek. Biz bugungi videomizda Craftsman 5 o'yinini o'ynaymiz. Videoni boshida like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam birpas turib kamerani yoqaman kirsin keyin. Do'stlar, men video nima haqidagini aytish esimdan chiqib qoldi. Video Herobrine haqida. Menimcha bu bizga kerakli narsalar. Axir biz Herobrine bilan jang qilmoqchimiz. Xo'p. Nimagadir shunaqa buzildi shekilli. Birpas turib yana kirib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Ungacha yana xayr. Sizlar qaytadan kirib ham bo'ldim. Xo'p, bittagi narsalarni endi biz olib ketamiz. Xo'p, bu kerak. Hozirga bu not blok. Hop bo'ldi. Mana ko'p kerak bo'ladi. Keyin albatta olma. O avtomat. Ko'rmasakmi? Ko'rmas ekan. Hop. Qo'lim avtomatga moslashgan shekilli. Uncha sekin yurar ekanman. Bu nima? Mana nimaga ekan? Sochildim. Xo'p, menda avtomat. Qo'limdan o'lsam ham nima bo'lsa ham bari o'zimda ekan. Bu degan qo'rqmasak ham bo'ladigani. Men shu 30 kun ichida bitmoqchiman Herobrine'ni. Aytdim, Herobrine bor deb. Biz istagan blokimizdan yasasak bo'ladi. Aslaha. Xo'p, buzilgan portal, qishloq. Xo'p, bu nimaligini bilmadimmi? Zato bizga kerak emas. Ana bo'ldi. Xo'p, bisoz bo'sh nimalar, to'xtanglar. Bizda shuncha shakkar bor ekan. Birortasini bunday ochib ko'raylik. Oho. Xo'p. Stol. Tak. Bu hamma narsani tepaga olamiz. To'xtang. Oho. Mana bizga nimalar kerak edi. Undan olma. Biz piyoda yurmaymiz. Bo'ldi. Xo'p, endi bizga kirka kerak. Qilich. Oho. Yoqilg'i, patron, turli avtomatlarga. Xo'p, bo'ldi bizga. What the heck? Bitta bo'lsa 9 blok buzarkan. Na ichida yuraveraylik. Sochildim. Rosa yomon qotyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hali 5 minut bo'ldi video boshlanganiga, lekin hali birorta ish qilganim yo'qman. O'lib qolyapman.
Mana skeletlar juda kuchli to'taylar. Bular o'zilmay yonib turib bo'lmaydi. Voy bayo. Loh, tashlaymiz loh. Loh bo'ldi. Hozir sochilaman qaranglar. Ronaldoning sochilishi. Beri bo'ling, tinchidi. Biz Minecraftni tugatdik. Bu degani biz shunchaki Herobrine'ni bittada o'ldirdik. Xo'p, bu hozir video juda kam bo'lib qoldi. Shuning uchun boshqa ishlarni ham tashlaymiz. Ya'ni sizlarga transport shunaqa narsalar bitta ko'rsatib beraman. Ko'rdinglar, Herobrine'ni o'ldirdim. Bilmam, bitta ikkita ursam o'lib qoldi. Skelet o'ldirdim, Herobrine paydo bo'ldi. Uni o'ldirdim, ko'rdinglar. Ishlamayotgan bo'lsanglar, videoda orqaga qaytaringlar. Hozir transport modim bor, o'shalarni ko'rsatib beray deyapman sizlarga. Hop. Mana birinchi qaysidan boshlaymiz? Hozir o't hop mana yoqilg'i olamiz, buni olamiz. Mana buni olamiz. Mana boyagi avtomatlar bizga endi kerak emas. Mana qilichimi boyagi videoda orqaga qaytarsanglar, mana qilichim ko'rasizlar, mana kuch 400. Shuning uchun bitta ursam o'lgan. Xo'p, har xil mob narsalar borda hozir. Hop, samolyot, tanki mana turdan bor bu yerda. Samolyotni ham bitta ko'rsataman bo'pti. Buni tanki hop, yana nima? Mana bu samolyot. Vertolyotlar. Bo'ldi, yetadi. Mana bu Herobrine'ni ham ikkalasini. Hop, birinchi mana mashina. To'g'riga qaraymiz. Hop, kalit qaniydi? Mana o'zi yuraveradi. Kalit kerak emas, mana. Nimada bo'lsa ham yuraveradi. Hop, negadir sekin ekan. Menga yoqmadi. Yo, orqasi bo'sh ekan. Ichiga kirib kayf qilsanglar ham bo'lgan. Mayli, bo'ldi, kerak emas. Mana ko'rinishi. Hop. Samolyot. Do'stlarim, bormisiz? Omonmisiz? Uchamiz biz. Yo'lamiz biz. Bo'ldi. Sekingina qo'namiz. Mana samolyotimiz qo'layapti sekin. Pak. Tashat bo'ldi. Endi mana bu samolyotni ham bitta ko'rsatib o'tsam. Hop, bu eng birinchi modim. To'xtanglar. Buni yoqilg'isini qilamiz. Yoqamiz. Kanalda endi tushadi. Bu boshqa samolyotlarga o'xshamaydi. Uchishi juda ham sekin. Albatta qiziqarlichi. Bu yoqilg'ili, qolganini yoqilg'isi yo'q. E'tibor bergan bo'lsanglar. Hop, mana menda turidan bor dedim. Hech kim ishonmadi. Shvitsi ham ular. Sabab bu hozir o'lishi ham mumkin. O'lmadi bu. Hop, tanki. Tak. Mana tank. Ko'rdinglar mana. Hop.
hop yuradi. Ovozini ham eshityapti. Ting deydi. Bo'ldi. Menimcha sizlarga hamma transport ko'rsatdim. To'xtanglar. Bu qolib ketdi. Mana bunga ham chiqdik. Hop, bo'ldi. Bo'ldi. Endi deyarli hamma transport ko'rsatdim. Menda juda ham ko'p transport bor. Shuning uchun bo'pti mayli. Sizlarga mana vertolyotlardan ko'rsatib qo'yay. Bo'ldi. Keyin aeroplanlarni. Menda juda ham kuchlilari bor, lekin mana videosi 10 minut bo'ldi. Videoga like bosing, obuna bo'ling. Bilmayman, kalta olamiz uchun bo'lsa. Hop, mana